Assalomu alaykum hammaga. Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib sayt orqali pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ymaganlar bo'lsa, tezda o'tib Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanal silkasi video opsionasida va закрепленный kommentariyada bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, Special Money YouTube kanalimizga va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda biz videomizda boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda aynan mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Saytda pul ushlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Uning uchun mana bu yerdan ro'yxatdan o'tish degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Mana bu bo'limlarni to'ldirib chiqamiz va mana bu yerdan ro'yxatdan o'tish degan tugmani ustiga bossanglar, oddiy ro'yxatdan o'tib olamiz. Men allaqachon ro'yxatdan o'tib olganman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p, o'rtoqlar, saytda bir nechta bo'limlar mavjud. Hozir video davomida sizlar bilan hammasini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Pastga qarasanglar, o'rtoqlar, bosh sahifa, bozor, AI, jamoa va hisob bo'limlari mavjud. Birinchi bo'lim bosh sahifa bo'limi bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi. Bu yerda bozor bo'limi mavjud. Bu bo'lim bizga unchalik kerak emas. Bizga AI bo'limini ustiga bosib qoldiramiz. Shu bo'limni ko'rib chiqamiz. Xo'p, saytda o'rtoqlar biz mana bu robotlarni sotib olib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz mumkin bo'ladi. Eng arzon robotning narxi $10 turadi va bizga har kuni 0.8 sent daromad olib kelib turar ekan. Buni ishlash muddati 20 kunni tashkil qilar ekan. 20 kunda bizning $10 pulimiz $16 bo'lib qaytar ekan o'rtoqlar. Mana bu robotning narxi o'rtoqlar $30 turar ekan va bizga har kuni $1.11 sent foyda olib kelib turar ekan. Buni umumiy daromadi $66 ni tashkil qilar ekan o'rtoqlar. Xo'p, o'rtoqlar, eslasangiz Smart Money YouTube kanaliga ham bu saytni video qilganman. Sayt hali ham ishlab kelmoqda. Xo'p, qolgan robotlar bilan o'rtoqlar o'zingizlar tanishib olasizlar. Biz hozir yangi akkauntdamiz o'rtoqlar. Biz hozir mana bu eng arzon robotni sotib olamiz o'rtoqlar. Buni kunlik daromadi 0.8 sentni tashkil qiladi. Bu yerda hozir degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Bu yerda miqdorni tanlaymiz, biz bitta sotib olamiz. Xo'p, bu yerda mana bu ko'k tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Bo'ldi o'rtoqlar, xarid muvaffaqiyatli. OKni bosamiz, bo'ldi o'rtoqlar. Bo'ldi, bu bo'limdan chiqib ketamiz. Xuddi shuna qilib saytda kunlik daromad olib borsangiz bo'ladi. Xo'p, o'rtoqlar, keyingi bo'lim bu yerdan hisob bo'limini ustiga bosasizlar. Bu bo'lim orqali saytga pul to'ldirib, pul chiqarsanglar bo'ladi. Xo'p, pul to'ldirishdan boshlaymiz. Pul to'ldirish uchun bu yerdan depozit degan tugmani ustiga bosib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Bizda o'rtoqlar bir nechta tablolar mavjud. Misol, $30 ni ustiga bosadigan bo'lsak, mana bu yerga $30 yoziladi va so'mda qancha bo'lishini ham chiqarib beradi. Biz o'rtoqlar bank kartadan yoki USDT TRS20 yo'nalishi bo'yicha menga eng qulay o'rtoqlar mana bu TRS20. Misol TRS20 ni ustiga bossam, menga TRS20 adresi beradi. O'shanga pul to'ldirsam va topshirish degan tugmani ustiga bossam, o'rtada ozroq proses bo'ladi va uzoq 3-4 minutda tashlagan pullarimiz saytga yetib keladi. Keyin bemalol boyaga mana bu robotlardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi pul yechishga kelsalik, pul yechish degan tugmani ustiga bosishimiz kerak. Undan oldin mana bu tizim sozlamalar bo'limi orqali sizlar yana bir parol o'rnatib olishlaring kerak. Ya'ni pul chiqarayotgan paytda hozirlarga ko'rsatib o'taman. Pul yechish degan tugmani ustiga bosasizlar. Qaranglar, mana bu yerga tranzaksiya paroli degan joyga parol kiritishlaring kerak. Bu parolni qanday o'rnatasizlar? Sizlar bu parolni mana bu tizim sozlamalar bo'limi orqali kiritib olishlaring mumkin bo'ladi. Keyin bank kartasini ham bog'lab qo'yishimiz kerak. Xo'p, bank kartasi degan joyga menda hozir TRS20 adresim ulangan. Xo'p, bu yerda plyusni bosib, sizlar o'zingizlarni TRS20 yoki bank kartalarini bog'lab qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu ism, bank nomi degan joyga luboy bir nomlarni yozib tashlasanglar bo'ladi. Farqi yo'q o'rtoqlar. Endi pul yechishga kelsalik, pul yechish degan tugmani ustiga bosamiz. Mana bu yerga miqdorni kiritamiz. Bu yerga o'zimizni TRS20 adresimizni tasdiqlaymiz. Xo'p, bu yerga tranzaksiya boyagi parolni kiritamiz va topshirish degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, o'rtoqlar, yuborish muvaffaqiyatli bo'ldi. OKni bosamiz. Mana o'rtoqlar, bizning уже pullarimiz chiqib ketdi. $58 Bitget hamyonimizga yechib oldik. Telegram kanalimizga o'tib olinglar o'rtoqlar. Hamma cheklarni Telegram kanaliga yuklab qo'yaman. Saytga pul to'ldirish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash hammasi tushunarli bo'lsa, sayt silkasi Telegram kanalida bo'ladi. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Videosiga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.